Hozirgi mezgilda mush palak bilan so'g'uqsi qilib yeb bersanglar intayin foyda qildi. Yaxshimsizlar, men Almas Sultan bugun 6-xil so'g'uqsi qilishni o'rganamiz. Oldi bilan sabzi, jinjingo mush palakni tayyor qilib olamiz. Palakning kütek tarafini ayrim to'g'rab olamiz, men yumshoq tarafini ayrim to'g'rab tayyor qilib olamiz. Jinjingoni filmda ko'rsatilgandek qo'limizda mushunday inchkirak yirtib tayyor qilib olamiz. Qizil sabzini oldi bilan piyar qilib olgandan keyin inchga sir holatda to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qazirimizga suv quyib, azroq tuz, may quyib etgandan keyin suv qaynagandan keyin jinjingoni sabzilarni silib 1-20 sekund atrofida tangli qilib suzib berib, muzdek suv chaqab tayyor qilib olamiz. Qo'llash nimasidan yurak besib, alt raqamlarini yo'llab qo'yinglar. O'zingizlarga foydali mazmuna asqatidi, ziyni bo'lmaydi. Shuning bilan birga gullarni yo'llab, yulduzni besib saqlab olinglar. Qo'shmagan do'stlar qo'shib olinglar. Keynidan palakning ko'tak tarafini silib olgandan keyin 10 sekunddan keyin keynidan yumshoq tarafini silib, birini qaynatib suzib berib, muzdek suv chaqab suyni saqtib tayyor qilib olamiz. Endi ta'mlantirishni boshlab ketdik. Muvofiq miqdorda shamiylar o'zimizning ochiq yeyishimizni qarta, samsaqdan muvofiq miqdorda ushshoq chanab silib olamiz. Qazirimizga may quyib, may qizgandan keyin yarim cho'mich atrofida mayni quyib dog'lab olamiz. Suyimizning ozchiqligiga qarta yarim qo'shiq tuz, 1 qo'shiq shakar, yarim qo'shiq vejing, yarim qo'shiq jijing silib olamiz. Kichik liangsi cho'michda yarim cho'mich shingchu, yarim cho'mich ochiq suv oz miqdorda shangyu quyib tekshi aralashtirib iste'mol qilsak bo'ladi. Uningdan boshqa mush nashliqxona, nurimanxona, kavobxona, kechki bozorlarga echiqidek so'g'uqsi o'rgansan bo'ldi deydigan do'stlarga 20 xil so'g'uqsini undidarda to'p qurib o'rgatamiz. Unaning qadrini bildigan do'stlar qo'shsanglar bo'ldi. 98 jan ajra qilindi. Undidar 138